Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana shokumlarimiz bugun 7-avgust 2002-yilda O'sh Uni bozoriga keldik. O'sh Uni bozoridan asli tanishtiramiz. No'g'at xorajimda qochuvchilari soat 9:10 bo'lib qoldi başta. 10 bo'g'i mashina bozoridan yurtimizda tanishtiramiz. Hozir mashina bozoriga ketdik. Mashina bozorida vaqtda nima qilib qo'ydik? Mashina bozorida ketib qolamiz. Mashina bozorida yuramiz. Mashina bozorida chekadi. Nima bo'lgan? Kia mashina. Bakın mashina bozorida chekadi. O'zi o'tardan tutamiz. Mashina bozorida yuramiz. 2022-yılın 7-avgust günü bu pazar mashina bozorida yuramiz. Bitta qimmat bol mashina turadi ekan. Biz hozir chekadini ko'rsatamiz. Chekadini ko'rsatak bu yerda nima bor ekan? Honda Jazz bor ekan. 2006-yılı 06-09 ekan. Şu numaraya qo'ysanizlar bo'ladi ekan. Nomer bor. Shu Honda Jazz ekan. Ondan keyin Honda Total 5516 ekan. 5716 ekan. Mana shu numarga qo'ysanizlar bo'ladi hurmatli abonentlar. Xorajim 4. Shuncha chekada mashina tortib ketamiz. Shu mashina ko'ninglar jo'q ekan. Toyota ekan, shu numarga qo'ysanizlar bo'ladi. Esi jo'q ekan. Muhat xorajim. Shuncha mashina tortamiz. Mercedes var ekan. GT'de 588 ekan. Mana shu numarga qo'ysanizlar bo'ladi ekan. Hurmatli olarmonlar. O'sh bozor, O'shda Uni bozordamiz. Bugun 7-avgust bozor kuni O'sh Uni bozoriga keldik. O'sh Uni bozorida yuramiz. Chekadini tortib yurdim. Shu Şu mashina sotiladi ekan. Nima qilib qo'ysangiz bo'ladi ekan. Voy aka, mashina qanchada o'tasiz? Ha? Mashina qanchada o'tasiz? 700'de otar. 700 kam bormi? Variant variant. Shu numarga qo'ysangiz bo'ladi ekan. Otingiz kim? Otabek. Otabekka qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu numarda nima qo'ysangiz bo'ladi. Rahmat Alloh olsun. No'g'at xorajim 24dan chiqasizlar. Ondan keyin daha mashina bor ekan. Honda Fit ekan. Mana shu numarga qo'ysanizlar bo'ladi. Numeri bor ekan. Ob'yom yozib bo'lgan o'sha chiqmish. Telefon nomerini qo'ysanizlar bo'ladi ekan. $15.00 degan Toyota nima sotiladi ekan. Sotiladi. Mana shu numarga qo'ysanizlar bo'ladi. Ha? Nedeyiz? Mashina numerini? Mashina numeri topgan yo'qmi ekan? Shu mashinaga sotiladi ekan. Sizniki mashina? Qanchada o'tasiz? $11.000 ekan, kam bor ha? Kam bor ekan $11.000. Shu numerga qo'ysanizlar bo'ladi. Ondan keyin buni mashina sotiladi ekan, Toyota nima deydi? Mana shu numerga qo'ysanizlar bo'ladi. Esi jo'q ekan, ko'rguniz. Shu sotiladi. Ondan keyin mashina bozorida yuramiz. Mashina bozorlarda odam yaxshi xudoga shukr. Hem bir chekasidan tortib ketdi hozir. Mashina bozorida odam ko'p ekan. Mana shu mashina sotiladi ekan. Mana shu numarga qo'ysangiz bo'ladi. 2000-yil chiqibdir. 0553 74 45 45 2001-yil chiqibdir. Ob'yomi ekan, jet ekan. Mashina qancha o'tasiz ekan? 550.
550 болады екен, шу номерге қарасаңыздар болады. Оны базарына жүрөбүз. Мына Toyota сатылады екен, шу номерге қарасаңыздар болады. Құрметті абоненттер. Байке, машина қанша дотас? 750. Жақсы, шу номерге қарасаңыздар болады екен. 750 мың болады екен. Есі içinde екен, жақсы. Машина сізден байке? Тарсалары? Рұқсат бересіз бе? Шул машинеге қарасаңыздар болады. Номері екен. Состояниясы жақсы екен. Мерс 04 жылы отыр екен, 220 екен. Пұлы қанша дотас байке? 400 кам var. 400 кам. Вариант жоқ. Наличка. Варианттардан алған алмашы. Жақсы. Шу номерге қарасаңыздар болады. Атыңыз кім еді екен? 77 менен 66 06 12. Шол. Шулай қарасаңыздар болады. Атыңыз айтып қойсаңыз болады. Атым Идрис. Идрис екен қарасаңыздар болады екен. Вариант бар. Автомат коробка, же механика? Автомат. Автомат екен, жақсы екен. Зимний баллон бар. 4 та зимний баллон бар екен. Вариантқа береді екен. Пұл нақ болса түседі екен. Қарасаңыздар болады. Шу Идрис екенге. Салондан көріп қойса болады екен. Шunu açın. Salonda oraya çok şeker mi ona? Alıp koysanızlar болады mı? Salonda oraya çok şey. Bu da hazır satılıp кетеді екен inşallah. Mana şu maşina ekan, alıp koysanızlar болады. Bir kollu miniptir. Salonda oraya taza ekan. 4 ta zimni balon бар екен арқасындач. Ne qilib olsanızlar болады. Жақсы. Düpçük ekan. Paylaşsanızlar şey Idris ekan nomerini жаңа айтты. Paylaşsanızlar болады. Рахмат, Алла разы болсын. Mana shu mashina sotiladi ekan. Qaytsanızlar bo'ladi. Sağ olsun, şu mashinaga qaytsanızlar bo'ladi. Mashina kimdan ekan? Qancha tutasiz ekan? 620. Kam bormi? Kam bor ekan, shu 620 ming deb shunga qaytsanızlar bo'ladi inshaalloh. Odan keyin mana mashina ko'rsatamiz. Toyota ekan. Bu qancha tutadi ekan, ha? 450 ga shu nomerga qaytsanızlar bo'ladi. Nomeri bor ekan. Hem çekeceğini tartıyoruz hem şu hazır matistik olarga ötüyoruz. Matistik olarına rakı okşaydı. Burası pazarda жүрөбүз. Şantip ona pazarda жүрөбүz. 2022 yıl 7 Ağustos günü Oşona pazarına жүрөбүz. Layıklardan bazı komentarlardan жазып қойыңыздар. Оған қаржы өтіп қашушылары сол сағат 10-да машина базарда жүреміз. Мына Toyota'lar бар екен, енді бұларын білдік. Мына Honda жазан сатылады екен. Байланысын берушілерген, егер сатылады дейді. Şunu öyle koyarsanızlar болады жақында. Toyota Avensis satılады екен. Toyota Avenisi'den көрсетеміз. Toyota Avensis şu номерде екен. Қарасаңыздар болады. Toyota Avensis жақсы алды екен. Номерлері шул екен. 2000 yıl çıktı. 6-8 ekan. 2002 yıl çıktı. 2002 yılda. Ekan. Şunu öyle qaysanızlar bo'ladi. Şantip. Maşinamızlarda жүрөбүз. Mesle var ekan şunu.
Mana Toyota'dan sotilar ekan. Şu mashinani olsanız da bo'ladi. Eler jo'q ko'rinilach. Şonta nuqa osh buni bozorida turibmiz. 2002-yildan 7-avgust kuni soat 10:00 bozor turibmiz. Mana nimada turibmiz? Sotilar ekan mana mashina tili. Hazır Matistiko Ramazar'da ko'rsatamiz. Mana ishlab sotilar ekan. Baylanış numarasını ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu numaraga qo'ysangiz bo'ladi. 070 40 47 16 ekan. Boyga qancha to'ta ishlabdi? Qancha? 800 mingda o'tadi ekan. Qo'ysangiz bo'ladi. Shu numaraga qo'yilmasa. Mana bu numarlarga qo'ysangiz bo'ladi. Boyga ruxsat berasizmi? Abay aka. Tortqon ruxsat berasizmi? Shu mashina sotilar ekan. Çok istasyon ekan. Mana shu numaraga qo'ysangiz bo'ladi. Qancha tutasiz? 550. Variant bormi? Ya nalichka. Kam bor-da? Shular bo'ladi-da. Shular bo'ladi, shu numaraga qo'ysangiz bo'ladi. Shular ekanning otini bilmaylik, biroq qo'ysangiz bo'ladi-da. Otingiz nima ekan? Ha? Ortiq aka qo'ysangiz bo'ladi shu numarga. Mana ishtironi sotilar ekan. Osonroq bo'ladi. Baylanishdan berish ekan. Qancha tutasa aka ishlabdi? Kam bormi? Kam bor ekan. Shu numaraga qo'ysangiz bo'ladi ekan. Baylanishdan berish ekan. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hozirda Tiko Matiz tergotamiz, shunda da tortamiz. Mening kanalimga obuna bo'linglar. Like'ları bastırыңızlar. Assalamu alaykum demekçimin.